Xo'p, bundan oldingi videolarda kirim chiqim bilan statistika haqida gaplashib o'tgandik. Yana bir bor yengil ko'rsatib o'tib ketaman. Mana hozirgacha masalan qilgan ishlarimiz do'kondan nimaki bo'lgan bo'lsa, nima mahsulot olindi, nima sotuv bo'ldi, kim to'lov qildi, qanaqa pul qo'shdik, pul oladigan bo'lsa ham shu yerda ko'rinadi. Endi statistika bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana endi nomerlar ko'rinishni boshladi. Mana shunisi chiqyapti hozircha. Endi bu sotuv qo'shganimizdan keyin dalish ketadi. Xo'p. Keyingi navbat sozlamalar bo'limi. Sozlamalar bo'limida profil ma'lumotlari, tashkilot ma'lumotlari, mahsulot kategoriyalari, foydalanuvchilar bor, obuna tarixi bor, tilni o'zgartirib olsak bo'ladi xohlasak, kiril bor, rus tili bor va tema ham bor. Hop, profil ma'lumotlarida o'zimizga kerakli bo'lgan ya'ni o'zimizga doir bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirsak bo'ladi. Keyin Telegram bot ulash bor. Telegramni ulash degan tugmacha turibdi mana. Hali ulamaganda. Bu narsani ham ulab qo'ysak bo'ladi. Shuni bosgandan o'zi Telegramni ochadi, to'g'ri, avtomatik. Keyin ulab olsak bo'ladi. Keyin email, telefon raqam, keyin ism. Bundan tashqari tashkilot ma'lumotlari bor. Tashkilot ma'lumotlarida telefon raqam, veb-sayt, tarmoq, valyutani ham o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni do'konda $1 bir qancha so'mga teng bo'lishi. Va yana bitta zo'r tomoni kursni avtomatik yangilash degan joyi bor. Kursni ya'ni har kuni ertalab soat 7 da kurs avtomatik yangilanadi. Agar uni yoqib qo'ygan bo'lsak, har kuni yangilanadi. Keyin viloyat bor, tuman. Keyin e'lonlar degan bo'lim bor. Buni ham yoqib turib saqlanib qiladigan bo'lsak, saqlagan bo'lsak, bizda kurs avtomatik yangilanishi yoqildi. Endi bu har kuni ertalab kursni O'zbekiston Markaziy bankidan avtomatik tortib oladi-da, buni yangilab qo'yadi. Xo'p, bundan tashqari e'lonlar degan narsani yoqib qo'ydim. Bu haqida keyin gaplashib o'tamiz. Keyin bizning mahsulot kategoriyalari bor. Ya'ni planshetni qo'shib qo'ygan bo'lsak, keyin omborga planshet kategoriyasini tanlab turib mahsulot qo'shsak bo'ladi. Obunalar tarixi bor. Biz sinov davridamiz. Yangi akkaunt ochganmiz hisobiga, shuning uchun qolganlari ko'ringani yo'q. Xo'p, hozircha sozlamalar bo'limi haqidagi qo'llanma shu. Keyingi darsda Telegram bot haqida gaplashib o'tamiz. Va qisqacha e'lonlar haqida ham gapirib ketaman.